Tamam, ko'roqsan. Go'shtlarni qara. Uy, jindimsan? Hozir birovlarga so'zlaydi. Ibrohim aka, Ey, kelinglar. zo'misiz? Aka, mash polvonimichi? Aka, mash polvonimga ovqat tuzib bering, ful qilib. Bo'ldi, osh bo'lsa oshday bolalar. Nima? O'tirganimni kichkina ko'ryapmanmi? Voy, namuncha katta bular. Ha, nejning osh bo'lsa, men bilan senga nima olib keldim? Sinir degan, hozir choy olib kelaman. Tushundingmi, polvonim? Nonni ushlatib yermiz. Hozir men ko'rsataman nonni qanaqa yeyish. Va uni oldin ovoling. Voy, nejning? Nima qilding? Tiqordingmi? Tez chiqsin.